Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bilasiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Germaniyaning poytaxti Berlinda o'tkazilayotgan Dunyo munbiriga taklif bilan qatnashib, lobby faoliyatlari olib bormoqda. Germaniya poytaxti Berlinda 2026 yillik Dunyo munbiri yig'ini boshlangan bo'lib, bu munbarga Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya direktori Oblikim Idris va Erkin Osiyo radiosining peshqadam jurnalisti Gulchehra Xo'ja qatorliqlarni taklif bilan qatnashgan. Dunyo munbiri har yili Berlinda o'tkaziladigan yillik yig'in bo'lib, bu munbarning to'liq atalishi Dunyo demokratiya, tinchlik, adolat, kishilik huquq va madaniyat diplomatiyasi munbiridir. Bu munbar siyosat, puhraviy jamiyat va madaniyat sohasidagi rahbarlarni birlashtirib, texmi yaxshi dunyo va asosiy o'zgarish uchun ideya va amaliyotlarni muhokama qilib, davrimizdagi jiddiy ijtimoiy, siyosiy masalalarni muzokara qiladigan va hal qiladigan supa bo'lib xizmat qiladi. Shuning bilan bir vaqtda rasmiy va rasmiy bo'lmagan diplomatik uchrashishlar uchun fursat yaratib berib, demokratiya va tinchlik, adolat va erkinlik jihatda ilgirlashga yo'l ochadi. Bu munbarda har bir muhokama yig'indan keyin qonun chiqarish yig'ini o'tkazilib, butun dunyoda ishlatilish maqsadida loyihalangan qonun loyihasi tuziladi va davlatlarga tavsiya qilindi. Tinchlik uchun kino fondi va uning hamrohlari tarafidan o'tkaziladigan bu munbarga burunmi 100 dan ortiq Oskar mukofotiga erishgan san'atkorlar, 30 dan ortiq davlat boshlig'i, 100 dan ortiq ministr va saylangan amaldorlar va Nelson Mandela, Dalai Lama, dangliq boksyorchi Muhammad Ali va Mikhail Gorbachevlardek dangliq kishilar qatnashgan. Berlindan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa apandi bu haqda ma'lumot berib, bugungi ichilish murosimi jarayonida Latviyaning sobiq bosh ministri va har qaysi davlatlarning diplomatlari bilan uchrashib suhbat olib berib, Uyg'ur masalasini tanishtirgan bo'lib, bu qatimqi munbarda Dolqin Aysa, Roshan Abbas, Oblikim Idris va Gulchehra Xo'ja qatorliq Uyg'ur siyosatchilar va jurnalistlar taklif bilan so'z qiladi ekan. Bu qatimqi dunyo munbirining asosli temasining yangilik yaratish ideyalari, texnikalar, mablag' silish va zamonaviy qonunlarni taraqqiy qildirish, sun'iy aql, ijtimoiy taratqular, demokratiya, tinchlik, adolat, barobarlik, erkinlik va insoniyatning kelgusi haqida muhokama olib berilgan bo'lib, mazkur munbarning ochilish so'zini Amerikaning sobiq prezidenti Bill Clinton qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin va qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining yig'ilishiga qatnashib, Shvetsariya jamoati bilan suhbat olib bordi. 15 fevral yakshanba kuni Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida Shvetsariya Uyg'urlari G'ulji inqilobining 29-yili va Muborak Ramzonning yetib kelishi munosabati bilan Shvetsariyaning Argov kantoniga yig'ilgan bo'lib, bu yig'ilishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Turkiya davlatlik radio televiziyasining jurnalisti Mirkamil Qashqarlami qatnashgan. Dunyo siyosatining markazi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sohibxonlik qilayotgan Shvetsariya 300 ga yaqin Uyg'urlar yashaydigan bo'lib, bu qatimqi yig'ilishga Shvetsariyada yashaydigan 100 dan ko'p kishi qatnashgan. Yig'ilishda oldi bilan Sharq Turkistonning hurriyati, vatanning mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lgan shahidlar ro'yiga atab Qur'on tilovat qilingandan keyin orqadan Sharq Turkistonning istiqlol marshi o'qilgan. Yig'ilishda Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Andali Qaraxon bu yig'ilish va shahidlarni xotirlashning ahamiyati haqida so'z qilgan. İşte bu bir ecrinin neticesi millet için hiç gündüz ıslık soğuk gibi, tutlumudum, açkaldı gibi çünkü bu seferleri sıcak bulunuluk müşahiteye bakmadı. Bütünümüz bunların kandak cefada, kandak şarayetlarda Arqadan qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin apandim so'z qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining olib berayotgan faoliyatlari muhojiratdagi xalqimizning birlik ittifoqlik ichida o'tishining ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. milletimizni qutqizish uchun hammamiz har xil shaklda faoliyatlarimizni davomlashtiryapmiz. Shu qatorda Dunyo Uyg'ur qurultayimi xalqaro Uyg'ur xalqining beshiga kelgan bu irqiy qirg'inchilikdan iborat bu og'ir kunlarni xalqaro tuğletiş arkalet vatanimizden erkinliği, milletimizden azatlık için hareket kuvvetimiz
Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin so'zida o'zining muhojiratga chiqish jarayoni, qurultayning xalqaro sahnada olib berayotgan lobby faoliyatlari va muhojiratdagi faoliyatlarga texmi ko'p yoshlarning qatnashishi haqida to'xtalib o'tgan. Ben özüm çevremde çok olan, ben çok olan, lakin ben üçün yanılan Uygur halkım üçün hizmet kılışmıyım. Şuna bu jarayonda o'zim yolg'iz bu ishlarlarda meni tarbiyalagan ustozlarimiz bizning sobiq raisimiz tarbiyalagan va hozirgi bizning raisimiz Türkiye'den sayohat kelib, bu yig'ilish qatnashgan Mirkamil apandi muhojirat xalq ichida Sharq Turkiston davosini taraq qildirish va uzun muddatli plan, muhojiratda ota-onalarning farzandlarining kimligi, diniy va milliy davosiga sahib chiqish uchun oilalarda nimalarda diqqat qilish kerakligi haqida to'xtalib o'tgan. Azlık sebebidir. Davanı yaxşı şekilde anlatılmayı, azaz ticaretli davanı ilip genişliğin usulü şeklinde teşvikatlı birinci rolü oldu. Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri Rizvona Ilham Shveysariya Uyg'ur jamiyatining faoliyati haqida jamoatga qisqacha ma'lumot bergandan keyin Shveysariyaga yangidan ko'chib chiqqan, ayni vaqtda Qozog'istonda tunji Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining qurilishiga qatnashgan Ali apandi o'zining ta'sirotini so'zlab, marhum vatanparvar shoir Muhammadjon Rashidinning Bahor degan she'rini deklamasiya qilib bergan. Ben bahar olan isterim kendi yaşlar. Bahardek rusarım yok, camalım yok. Ayrılık gideyim bir gülüye, ne gideyim yok, amanım yok. O'zbekiston poytaxti Toshkentning Bektemir tumaniga joylashgan qadim Xotan masjidi O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi va saxovatchi Uyg'ur boylarining kuch chiqarishi bilan qaytadan silinib, mushu oyning 13-kuni juma namozida ommaga echib etilgan. O'zbekiston poytaxti Toshkentning Bektemir tumani poytaxt Toshkentdagi Uyg'ur jamoati bir qadar ko'p to'plashib o'ltiraqlashgan rayon bo'lib, mazkur rayondagi Xotan Uyg'ur masjidi Uyg'ur muhojiratining eng ta'sirli hikoyalaridan biri. 1949-yili Xitoy Sharq Turkiston ishg'ol qilgandan keyin 1960-yillarda Xitoy Sovet ittifoq munosabatlari jiddiylashib, urush holatiga kirdi. Bu mezgilda G'uljida yuz bergan cho'ng qirg'inchilik voqeasidan keyin Xitoy Sharq Turkistonning Cho'chak, Oltay va G'ulja rayonlaridagi chegarani ichib etdi va ko'pini Uyg'urlardan, qolg'ini qozoq, o'zbek, tatarlardan tashkil qilgan 300 mingdan ortiq odam ayni vaqtdagi Sovet territoriyasiga ko'chgan. Sobiq Sovet ittifoqi bu Uyg'urlarni asosligi Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonga tarqatgan bo'lib, ko'chmanlar orasida Xotan shahridan kelgan bir xonimmi ayni vaqtda Toshkentning Bektemir rayoniga o'rnashtirilgan. Ayni vaqtda Bektemir tumanidagi bu Uyg'urlar Uyg'ur jamiyatining birligi, madaniyati va muhojiratdagi ommaviy munosabatni saqlab qolish uchun bir masjid silishga tutish qilgan bo'lib, bu xonim Uyg'urlarning vatanni, yurtini unutmasligi va jamoatning birlik ittifoqlik ichida to'plashib diniy ibodatlarni qilib, jam bo'lish uchun o'zining egidorligidagi yerni Bektemir jamoatiga masjidning ismini cho'qim Xotan masjidi deb qo'yish sharti bilan hadiya qildi. Xotan masjidi ana shu yillardan beri Bektemir tumanidagi Uyg'ur jamoatining to'plashib ibodat qiladigan va jamoat uchrashib vatan hasrati, yurt seg'inishlarini o'zaro suhbat bilan xushallik aylantiradigan tarixiy xotira va milliy birlikning simvoliga aylangan. Bu haqda O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazidan Odiljon Zoitovning bildirishicha, yillarning o'tishi va Bektemirdagi Uyg'ur nufusining ko'payishi bilan aslida bor bo'lgan masjid jamoatga kichik kelib qolganlikdan Bektemir jamoatiga vakolatan marhum xonimning avlodlari O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazining kuch chiqarishi, O'zbekistonda tijorat qilayotgan Uyg'ur boylarining mablag' chiqarishi bilan aslida bor bo'lgan Xotan masjidini chiqib qaytadan zamonaviy shaklda kengaytib silib 2026-yili 13 fevral juma kuni juma namozida masjidni jamoatga cho'ng tipdagi ichilish murosimi bilan ochgan. Va bu munosabat bilan Toshkentdagi Uyg'ur jamoatidan 500 dan ko'p kishi Bektemir tumaniga yig'ilib, Xotan masjidining ichilish murosimiga qatnashgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.